Dunyodagi eng qimmat mato qaysi? Bilasanmi? Eshitmagan ekanman. Qaysi mato? U Vikunya shesti hisoblanadi. Vikunya u Peruning Ant tog'larida yashovchi lamalar oilasiga tegishli bir hayvon. Bu hayvonlar juda kam yung beradi. Ular 2 yilda faqat bir martalab qirqib olishadi va o'sha bitta qirqib olinganda taxminan 200 grammga yaqin yung beradi. Matoni xususiyatlari juda yumshoq va yengil bo'ladi ular. Shest va kashmirga qaraganda ko'ra u issiq ushlashi ancha yuqori darajada bo'ladi. Bu matoga rang bermasa ham bo'ladi, chunki ko'pchilik o'zini tabiiy rangini qadrlaydi. Oldingi zamonlarda vikunya shestini faqat qirol va eng qirolligidagi odamlar kiyishgan. Bu tarixiy status shu kunlargacha saqlanib kelib, barcha odam ham bu narsani xarid qila olmaydi. Va eng qizig'i bu narxi. Narxi 1 metr mato uchun 3000 dan 5000 dollargacha tashkil qilish mumkin. 5000 dollar. Shunaqa. Unda bu oddiy kiyim emas, san'at asari bo'lyapti-ku. Undan tayyorlangan buyumlar, masalan, L'Europeana paltosi 20 000 dollargacha chiqishi mumkin. Ya'ni bir narsa, bu matoda faqatgina bir nechta brendlar kiyim tikib oladi. Ulardan Brunello Cucinelli, L'Europeana va yana bir nechta brendlar ham bor.